Bemor Qosimov xolesteromiya bo'lgan, ko'rsatilgan shaklda asosiy bo'lgan. Bugun уже 2-chi sutka. Xo'p. Holati yaxshi, kundan kunga yaxshilanib boryapti. Xo'p. Hozir endi ko'radigan narsamiz men shu birinchi marta shu onkologiyaga keldim. Davolangani yoshim 77 da. Marg'ilondanman. İpay yo'li ko'cha. Bularga hammalariga minnatdorman. Hammalari yaxshi yashar ekan. Saribxon qizim menga yaxshi qarayaptilar. Tanzonlar sog' bo'lsin. Men minnatdorman. Bugun 3-chi kun operatsiya bo'lganimga. Holatim yaxshi. Rahmat shu qizimga. Mana hamshira qizlar ko'payishini xohlayman. Hammalariga omad tilayman. Tanjonlar sog' bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin.